Agar sizni qabziyat bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi narsalarni yaxshilab tushunib bilib oling. Qabziyatda asosiy belgilaridan bittasi ich qotishi, ya'ni axlatning normal holatda kundaligiga bir marta kelmasligi. Demak, 2 kunda bir zo'rg'atdan tabletkalar bilan yoki 3 kunda bir zo'rg'atdan tabletkalar bilan yoki qanday siroplar bilan kelishi bu qabziyat deb aytiladi. Demak, qabziyat boshlangandan keyin bemorda nafaqat yo'g'on ichak, balki yuqorida turuvchi a'zolar, bu oshqozon, oshqozon osti bezi, jigar, o't yo'llari, o't tufayli va ingichka ichak ham zararlanishi mumkin. Bu zararlanish jarayoni birpasda bo'lib qolmaydi. Demak, bu yillar davomida yo'g'on ichak ishdan chiqishi, undan keyin ingichka ichak ishdan chiqishi, undan keyin yana tepada turgan a'zo bir oshqozon osti bezi va oshqozon sekin-sekin ishdan chiqadi. Siz ovqatni bemalol oldin yedingiz, normal ovqat yedingiz, normal ovqatni hazm qilardingiz. Faqat bitta problemangiz bor edi, bu qabziyat. Qabziyatni to'g'irlash uchun siz bitta tabletka bilan ichingiz keltirib olasiz. Afsuski, yillar davomida siz yegan ovqatingizni normal hazm qilishni to'xtatasiz. Chunki sizda hazm shiralari ham o'sha ajralishni to'xtatadi. Chunki yo'g'on ichak ish faoliyati to'xtagandan keyin tepada tormoz bo'ladi. Demak, pastda tormoz bo'ladigan bo'lsa, anekdotdagi kabi tepada ham tormoz boshlanadi. Demak, siz yillar davomida yana bu protsessga ahamiyat bermaysiz. Bu oddiy holat yoki normal holat ekan deb siz tasavvur qilasizda, yuraverasiz. Yuraverganingiz natijasida siz keyinchalik oshqozon va oshqozon osti bezingizni ishdan chiqarib qo'yasiz. Bu yerda ishdan chiqarish deganda bu men doktorlarga ma'lumot bermayman, yana bir bor oddiy xalq tushunadigan tilda gapiryapman. Oddiy xalq tushunadigan tilda, ya'ni demak, oshqozon agarda oldin siz go'sht, kartoshka va hokazo ovqat mahsulotlarini bemalol hazm qila oladigan bo'lsangiz, keyinchalik bu mahsulotlarni umuman hazm qila olmaysiz. Qanaqa belgilar yuzaga keladi? Demak, ovqat ishtaha bo'lmaydi. Birinchidan, ishtaha bo'lganda ham tez to'yib qolasiz. Ovqat yeganingizdan keyin ham qorningiz ishib, dam bo'lib ketadi. Demak, ovqat turib qoladi, hazm bo'lmaydi. Hazm bo'lishi uchun chortoq, qanaqadir mezin, kreon va shunga o'xshagan hazm fermentlari bor tabletkalar qabul qilganingizdan keyingina oshqozoningiz ozgina yengillik tortadi. Bu holatlar hammasini sababi tegida yotgan problemasi bu yo'g'on ichak kasalligi. Yo'g'on ichak kasalliklarining ichida dolixa sigma, ya'ni o'sha yo'g'on ichakning ma'lum bir qismining ish faoliyatining to'xtashi yoki peristaltikasi yoki uni nerv bilan ta'minlanishning buzilishi natijasida yo'g'on ichakning ma'lum bir qismining ish faoliyati to'xtashi, bu o'sha joydan axlatni o'tishini treska kamaytiradi, ya'ni birdaniga kamaytirib qo'yadi. O'sha joyda axlat o'tmaydi. O'tishi uchun biz uni maxsus dori vositalari yordamida itarilishiga, uning natijasida peristaltikasini kuchaytirishga qaratilgan dorilarni beramizda va ichingizni siz bo'shatib olasiz. Lekin bilingki, bu har doim vaqtinchalik. Demak, siz tabletka ichganingizda faqatgina ichak peristaltikasi yuzaga keladi. Tabletkani to'xtatasiz, peristaltika ham to'xtaydi. Demak, biza bu muammoni to'g'rilab berishimiz mumkin. Mana keyingi videolarimizda